Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolasa 250 kilolik beshalkamiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Hop, reduktorlarda yangi reduktor xudo xolasa. Motorlari 3 kW, 1.5 ming оборот. Bu ham yangi motor qo'yiladi. Qarshilik kuyishdan himoya datchiklari ham bor mana. Qani mana. Kuyishdan himoya datchiklari ham bor. Xolasi tayyor yo'q edi, mana tayyor chiqdi mana. Bu yerda mana 350 kiloligi ham bor. 350 kiloligi ham shunaqa reduktorlik. Buniki rossiyskiy reduktor bo'ladi. Motori buniki ham 3 kW 1.5 ming оборотlik. Kuyishga qarshi datchiklari o'rnatilgan. 220 avtomatik kulchatlargacha tayyor. Kimga yana yem meshalkalarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, 350 kilolik, 250 kilolik tezda telefon qilaverasizlar. Pastga telefon nomeriga yozib qo'yamiz.